Sut bezi saratoni bu boshqa kasalliklarga o'xshash holatda, ya'ni hozirgi paytda bizlar to'g'ri oxirigacha kontrol qila olamiz. Ya'ni uni nazoratda ushlay oladigan kasallik turiga kiradi. Ya'ni xuddi qandli diabet yoki revmatizm shunga o'xshash holatlarga o'xshash kontrol qilish, nazorat qilish imkoniyatimiz hozirgi paytda mavjud. Shu yerda bitta narsa aytmasam bo'lmaydi. Mana shu ajoyib insonni menga yoqqan holati ham shu. Ayrim shifokorlarimiz mijozlarni qo'rqitib tashladi. Onkologiya yo'q joyda ham senda onkologiya bor deb tushkunlikka tushirib qo'yadi. Lekin bu inson hatto shu kasallik bo'lgan taqdirda xavotir olmang. Oddiy kasallik. Qon bosimi oshishi yoki qand ko'tarilishiga qaragan biror bir kasallik, biz buni albatta nazoratga olamiz, albatta davolab beramiz deydi. O'zi rostdan ham shundaymi? Xuddi shunday. Demak, sut bezi saratoni. Nazorat qilish imkoniyatimiz bor ekan. Nazorat qilishimiz mumkin sut bezi saratonini. Uning har bitta bosqichiga bog'liq holatda. Ya'ni sut bezi saratonining boshlang'ich bosqichlari va oxirgi bosqichlari bor. Oxirgi bosqichlarda nazorat qilish taktikasi boshqa holatda, boshlang'ich holatlarda boshqa taktikada bizlar davo muolajalarini o'tkazamiz va doimiy o'sha vrach nazoratida ushlab turamiz bemorlarimizni.